Yok, qo'liga o'xshaydi bu javob. Bu polvon ko'p qo'lda bola qilar ekan-da. Ha. Bo'ladimi polvon? Moha. Bugun baribir birinchi tog', ikkinchi tog', uchinchi tog' olishasan-ku. Xalq talab qilyapti, kiyinib kel. Bor. Molda Firdos polvonga chiqdi, bor kiyinib kel. Majbursan bugun. Salomatligimiz majbur degandek. Mo'g'ridan keyin. Firdosi keyin. Ana erkak bunday bo'ladi, rahmat Mo'g'ridan polvon. Bitta qarsag'ing qiz urgan. Ha, rahmat demasdir. Qilib aytib bo'ldingmi? Yaxshilab meniver. Ha, Dilmuratga isqildi o'g'aylar. Qo'shqadira Dilmuratga 5 oyga isqildi. To'plama berib yana. Ferijon, qo'lingda juda xushyor bo'lsang, qo'lingda o'ng qo'lingda ko'p sen nima qilar ekansan-da. Juda bir senga achinayapman. Izib bor. Burasakdin. Tashqariga bir aylanib kel polvon. Bo'ldi. Tushundim. Mana ikkisini qo'yaveraman, mana ikkovsini. Mana ikkovini qo'yaman. Hali bolalar nima bo'ldi? Hali ikkov. Ey, Ibrohimga chiqasanmi hozir yiqitqa? Beshnaymon chiqasanmi, is qilyapsingga? O'tirib tur Ibrohim, yuragim o'tib, birinchi tog'a, ikkinchi tog'larga da'vogar bo'lsan. Mahali keldimi? Kelay, Azamat kel. Botir aka bularning ham zotini aytasiz, bular qo'l urgan mehmonlarimiz Mirzo shogirdi Azamat Bo'lonboyev bitta sarkaga yiqitgan edi. 200 ming boshlanish raqibi. Chandirlardan Yigitali polvon. Marhamat hakam. Ana ikkita ko'raylik. Javlon polvon bilan Feruz polvon 200, bular 200. Qani mahalliy polvonlar kesin. Hop. Olishtiramiz, 2 marta olishtiramiz. Qani tengingizni apking. Aylantirganlar polvon. Hasan, aylantir buni. Temirxo'ja. Ormonda qolmasin polvon ko'p. Javlon polvon Temirxo'ja. Feruz polvon Beshnaymon. Uyg'un polvon 3-hakamlik qilyapti 200. Ana endi Firdovsi polvon bilan Muhriddinni ko'ramiz o'g'aylar. Katta qo'chqorga. Bitta tiyash qolyapti qo'chqori bor. Tayyorgarligini ko'rsin Javohir polvon. O'ynaysan. Juda xushyor bu qo'liga. Yaxshi. 91 niyat qilgan akalarimizni Sardor bir yonimizda kelsin. Bir guruh kelsin. Mana biz nima uchun hozir faxrlanib endi maqtadik ey. Bokschi ham shu yildan, kurashchi ham shu yildan. O'rtoqlar, bir tarilkani aylantirib chiqasizlar, Mirjalol, tarilkani. Niyat qilganlar kelasi yilga nima ko'taradi? Hammasini buxgalteriyaga yozdirasiz. Bo'ldirasiz. Ilmas ikon to'dan hozir olishdi. Yaxshi. Bo'ldi vaqt aka. Ya bu qo'l uryapti-da, endi hali zot aytganmiz, zotni vaqt aytadi. Men bundan beruxsat aytmayman. Qo'l urib qo'ydimi, bo'ldi. Yo'q. Ana tarixga aylantiriladi. Ey. Chekkaroq o'tir, 10 marta aytmaydi. Bo'lis chiqay, o'tir. Bor. 97 akalarimizdan o'g'aylar, Jalolga qani Jalol. Jalolga 100 ming vaqt aka berdim. Vaqt aka ko'rdingizmi? Rahmat. Ana endi o'ynaysan. Jalollarga yana 100 ming tushdi. Vaqt akaga berdik. Tarakani tashlab chiqmanglar turavering. Niyat qilgan oppa. Ana Azamat. Yo'q. Olishdi. Ana ustoz shogird. Ikkinchi ochkasi yana xuddi shu joyga poftar qildi. Vaqt aka 200 ni bering. Bu bola ta'zim. Azamat, senga men hozir hayron qilyapman, nima menga qarasada. Sen hozir kimchi chiqsam chiq. Ey, Firoz, Abrodomlada. Ana Uyg'un aka Javlon polvon bilan Feruz polvon 200. Abrodomlada 100 dollar yo'q. Rahmat, bittasi Beshnaymon, bittasi Temirxo'ja, ikkita ochkasi bor. Steykadan bor, Feruz steykadan 2 o'ynam. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. O'tir, qoch ay. Qoch. To'ppoza burasa kerak. Firdovsi Muhriddinki. Qo'chqar ko'targan Chandirelning Firdovsi. Muhriddinki. Biror tog'aylar olishmay turadi. Ikkita polvon ko'ramiz, Baxtiyor akaga quloq solaylik. Go'zal zotlarda aytdik, hali go'zal zot turibdi yana. Muhriddin polvonning 200 ga ochkasi bor. Firdovsi polvon o'g'aylar hammalaringiz ko'rdingiz. Bir qo'chqar ko'targan. Qani hakam. Marama. Nodir aka, xuddi shu yerga omadini bersin. Javlon bir g'ijimlab olqani bir qo'chqor. Bir
tepasi. Toza burası atib ko'ring Nodirjon. Qo'y ko'rmay bir g'ijimni olib yeydi. Ha. Hoppa. Endi bundan boshqa halol bo'lmaydi. Rahmat. Jalolboyning uchinchi 200 ming bering o'ziniki. Ichoviga ham o'zingiz hokamlik qildingiz, otangizga rahmat. Va polvon